Shulxani ustiga 27 kilolik haligi somon beda aralashmani qorishtiramiz. Ki Otabekjondan yordam so'raymiz, 5 yilga o'tgan uka. Rahmat, shunchalik mana. Mana bu kishi yordam beradi, iltimos qilamiz. Mana hashayni qo'shing, otam. Bu kishi bizga yordam beradi. Mana hashayni hozir tekis yayamiz. O'tkazamiz. Haligi qo'y chorvaga kirib kelayotgan aka-ukalarimizga bir manfaat tegib qolsa, albatta buni biz xursand, bizga savob tegib qoladi. Mana shu yo'nalishni yo'lga qo'yishsin. Bilganlarga takrorlash. Bilmaganlar shuni o'rgansa yaxshi bo'ladi. Bunga bo'kmaydi hamda qo'y. Yo'q, bunga umuman bo'kmaydi. Bo'kmaydi. Umuman bo'kmaydi. Pishovoy suvda ham hazm qilib beradi. Hozir ko'rasiz, yemlar, pishovoy suvda yemlar qo'shib ko'rsatamiz. Ozgina turibdi-yu. Zohidjon. Hozir shunaqa barakali bo'ladi. Qorib tayyorlaganimizda. Qo'ylarimiz yeyishini e'tibor berish ishtahasiga. Beramiz-a? Ayniqsa meni bilishimcha, mana Makka uni bilan mana rat shrut bilishimcha boshqacha aromat beradi-da bularga. Qo'shganimizda ko'rasiz. Agar buni videoda buni hidini imkon bo'lganda obunachilar o'zlari bilardi. Xo'p, endi buni sal kengaytirib yayamiz. Qo'yishadi, hozir nasoslar ko'p. Ishlanka ishadi. Bu yerda davleniya hosil bo'ladi. Suvni sepganingizda mana bu yerda uzluksiz davleniyani ta'minlaydi, rezina ishlaydi. Mana endi qarang. Mana sepamiz mana uni. Mana uni xohlagan nimaga qo'yib olasiz mana. Bura mana dushovoyga qo'yib olamiz. Mana unday qilib turib, buni haliga bilsangiz ilgari qopga solib somonni ariqqa baylashardi-yu, bular. Unaqa shart emas. U shart emas. Suvga bo'ktirish shart emas mana. Sal changini olsak bo'ldi. Yo'q, namlasak bo'ldi buni. Mana. Birinchidan vaqt tejaladi. Ikkinchidan haliga suv bor ekan, ariqda yo'q ekan, oqib ketib qopim demaysizda. Mana qarang. Bir chekkadan og'natamiz. Mana bu tomonga tashla. Mana qarang mana. Tez kelib mana. Tezlataveramiz, mana qarang mana. Yemini keyin qo'shamizmi? Hozir ko'rib turasiz mana. Hozir hali 9 millionga meshalka bo'lyapti-yu. O'sha 9 millionga meshalka olmaganlar mana shu usulda qilaveradi mana. Meshalkasi borlar, o'zini yangi kirib kelayotganlar 9 millionga qo'ygan yaxshi. To'g'ri. Mana meshalkani yerda qilamiz biz haligi oilaviy uydagi holatdan kelib chiqqan holatda. Sekin-sekin-da. Mana. 3 yillik tajribangizda aytyapsiz endi hozir. 2 yil, 3 yil umrim o'tib bu tajribaga keldim men. Bungacha qancha yo'qotish bo'ladi, to'xtashlar bo'ladi. Mana qo'ylar yemay qo'yadi. Kimdir bu qo'ychilikdan bezib qoladi, kimdir qo'ychilikni tashlab yuboradi. Mana bundan kimdir to'g'ri xulosa qilsa, demak, o'sha manfaatli video bo'ladi deb o'ylayman. Shunday boshqarib ketaveradi. Boshqarib ketadi, qiyinchilik bo'lmaydi. Ayniqsa mana issiqda kunida qo'ylar ovqatdan to'xtadi degan gap bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Zo'r. Saratonni ham yeydi qo'chqor. Yeydi. Faqat suvda zo'r bo'ladi. Faqat mehr beramiz, ozgina mehr beramiz. Oziqa ratsionini biz to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. To'g'ri. Hoji Hozir 120 o'rinlik qo'chqorxona mana shu hovlimga qilganman, qarang. Qiziqishda o'zi boshqa ish qilaman men. Boshqa biznes. Ko'chada boshqa avtoservisda ishlayman. Bunga ishqim tushgan qo'chqorchilikka. Kelganimda asabni davolayman bayda. Davolaysiz. Bo'yga qarab. Shom namozidan keyin 1,5 soat shu yerda shug'ullanaman. Xuftongacha. Mana yemni tayyorlab turib kechqurun beraman shomdan keyin. Bomdoddangisini tayyorlab qo'yaman. Tayyor qilib qo'yaman-da, bomdodda o'qib masjiddan kelgandan keyin yemini shunday 20 minut, 15 minutda solamanda ishimga ketaveraman. Ishingizga ketaveradi. 120 ta qo'chqor baqish hech narsa emas-da. Qarang, shu sharoit qilish kerak. 1 soat, kech payt 1 soat ozonda, bomdoddan. Bitta xabar olmaysiz. Bitta xabar olmayman. Endi xudo xolasa mening bitta yo'li bor. Shunga yetishaman, endi shu niyatim bor, kameralar qo'yaman. Kameralashtirib qo'yaman-da, telefonda ko'rib turaman qo'chqorlar holatini. Abetda nima bo'lyapti? Ko'chada ishda yuraveraman. Qo'y. Shuni yo'lga qo'yishim kerak. Keyin kechqurun ham chiqmaysiz xabar olgani. Uyingizga o'rnatib qo'ysiz, telefonni ochib, xonangizda ko'rib turaverasiz buni. Qo'chqorlar nima holatda? Zo'r. Qo'y yeganda chang tutmaydi. Chang tutmaydi. Bunilari mishiravermas ekan. Asma kasal bo'lmaydi eng qizig'i. Qo'ylaringiz. Bundoq o'rmaydi. Mana sport bilan shug'ullanar ekansiz-da. Aytamanda men tellayman, sportsmen bo'laman. Qon yurishadi, eng muhimi shu. Mana qarang. Haliga oshni damlashga keldik-da mana. Mana qarang. Hozir meshalkani o'rnida ishlayapmiz hozir mana. Imkoni borlar meshalka olsin. Mana hozir Zohidjon qarang. O'sha hashagimiz 27 kilo. 20 kilo shulxamiz mana namlanib bo'ldi to'liq. Namlanib bo'ldi. Mana endi bunga o'sha sizga aytgan yemlarni qanday qo'shaylik? Solish tartibini ko'rsataman. Qo'shingchi. Qarang.